yoki yurak muammolariga olib kelishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Bugun sizlar bilan shamollash va gripp o'rtasidagi farqni va inson organizmiga ta'sirini ko'rib o'tamiz. Shamollash odatda yengil bo'ladi. Burun bitadi, tomoq qichiydi, biroz charchoq bo'ladi. Odatda bir haftada o'tib ketadi va katta asoratlarni bermaydi. Gripp esa og'riqli kechadi. To'satdan baland isitma ko'tariladi. Bosh va tana qattiq og'riydi. Kuchli yo'tal, eng xavflisi Pnevmoniya yoki yurak muammolariga olib kelishi mumkin. Har ikkalasi ham havo tomchi yo'llari orqali yuqadi, ya'ni yo'tal va aksi o'rish orqali. Bu kasalliklarni oldini olish juda ham oddiy. Qo'llarni tez-tez sovunlab yuvish virusning bu 70% ni to'xtatadi. Odam ko'p joylarda niqob taqib yurish yuqishni 2 baravarga kamaytiradi. Kasal odamlardan masofa saqlash, kamida 1 metr. Grippga qarshi emlash og'ir asoratlarning 60-90% ni kamaytiradi. Immunitet mustahkamlash, vitaminga boy ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish va yetarli uxlash. Xulosa qilib aytganda, shamollash yengil, gripp esa xavfliroq. Lekin oldini olish choralariga amal qilsak, ikkalamiz ham, o'zimizni, yaqinlarimiz ham himoya qilishimiz mumkin. Sizning sog'ligingiz mening mas'uliyatim.